Assalomu alaykum o'quvchilar. Mana milliy sertifikat yozma ishqi birinchi savolni tahlilini boshlaymiz. Demak, masalani o'qishdan boshlaymiz. SO2 qo'shilgan kislorod hosil bo'ladi SO3. Mana shu reaksiya bo'yicha boruvchi holatlar bo'yicha mana jadval tuzilgan. Ya'ni 220 gradusda, 230, 240 va 250 graduslarda bor ekan reaksiya. Va bu yerda aytilgan mana SO2 ning molyar konsentratsiyasi, kislorodning molyar konsentratsiyasi, to'g'ri reaksiyaning tezligi, bu yerda esa mana muvozanat konstantasi aytilgan. Demak, masalani ishlanishini boshlaymiz. Demak, 220 gradusda, mana 220 gradus deymiz. 220 gradusda SO2 va kislorod reaksiyaga kirishadi va SO3 hosil bo'ladi. 220 gradusdan 230 gradusga o'tish. 230 gradusga o'tish. 220 gradusda demak SO2 ning molyar konsentratsiyasi mana dastlabkisi 8 bo'lgan ekan. Kislorodning molyar konsentratsiyasi bu yerda aytilmagan. Ammo demak bizda aytilgan 230 gradusda 5 bo'lib qoldi mana kislorodniki deyilgan. Yaxshi. Demak 230 gradusda 5 bo'lib qolibdi. Endi xuddi shu narsa mana 230 gradusdan 240 gradusga o'tish deb olamiz va yana reaksiyani yozamiz. Demak, reaksiyani yozadigan bo'lsak, yana ana SO2 qo'shilgan kislorod hosil bo'ladi SO3. Endi SO2 bu yerda mana kislorodning konsentratsiyasi mana 5 deyilgan. Mana 5 edi. Keyin mana 240 gradusda qolgani bo'lsa, mana sal buni pastroqqa tushiramiz. Xo'sh, 240 gradusdagisi 240 gradus deb yozamiz. Mana 240 gradusdagisi 4 ekan kislorodniki. Demak, qancha kislorod reaksiyaga kirishgan? Kislorod mana bu yerda 5 edi. Mana 5 edi, 4 qoldi. Demak, 1 reaksiyaga kirishgan bo'ladi. 1 reaksiyaga kirish deymiz. Demak, shunda SO2 dan 2 reaksiyaga kirishgan bo'ladi. Yaxshi. Endi demak, SO2 ni ortiqcha qolganini Y deymiz. Ya'ni 230 gradusda Y qolar ekan. Demak, mana bu yerda ham mana Y qolgan. Yaxshi. Endi e'tibor beramiz. SO2 Y ida ikkisi reaksiyaga kirishib ketdi. Qancha qoladi? Y minus 2 qoladi. Y minus 2. Bu muvozanat konsentratsiyasi bo'ladi 240 gradusda. Mana shuni belgilaymiz. Sababi hozir ana shu bo'yicha biza, ya'ni 240 gradus bo'yicha bir qancha noma'lumlarni aniqlashtirib olishimiz kerak. Mana shuni mana belgilab qo'ydik. Endi dastlabki birinchi tuzilgan holatga e'tibor qaratamiz. Ya'ni bunda SO2 8 edi, Y qoldi. Demak, qancha reaksiya kirishgan bo'ladi desak, bu yerda mana 8 minus Y reaksiya kirishgan bo'ladi. Reaksiya kirishgani 2 ga 1 nisbat ekanligini inobatga olsak, mana 2 ga 1 nisbat bo'lsa, kislorodning reaksiya kirishgani demak 4 minus 0,5 Y bo'ladi. SO3 ning hosil bo'lgani ham 8 minus Y bo'ladi. Demak, SO3 8 minus Y hosil bo'ldi. Va mana bu yerda 230 gradusda ham 8 minus Y edi. Endi mana bu holat bo'yicha oladigan bo'lsak, 2 SO2 reaksiya kirsa, SO3 dan ham 2 hosil bo'ladi. 2 hosil bo'ldi. Endi muvozanatini topishimiz uchun buni 8 minus Y ning ustiga 2 ni qo'sha olamiz. 10 minus Y bo'ladi. 10 minus Y bo'ldi. Ana endi bizda muvozanat konstantasi ham bor. Mana shular bo'yicha hisoblaymiz. Ya'ni Km ni topishimiz uchun biz bilamizki, demak SO3 ni molyar konsentratsiyasini kvadrati bo'ladi. SO2 ni molyar konsentratsiyasini kvadrati kislorodni birinchi darajasi bo'ladi. Km bo'lsa bizda 0,25 ekan. Mana. Xo'sh, SO3 bo'lsa 10 minus Y ekan. 10 minus Y ning kvadrati bo'ladi.
SO2 ni muvozanati demak y minus 2 edi. Y minus 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 bo'ldi. Endi buni ishlaydigan bo'lsak 0,5 ni ko'paytiramiz 4 ga. Tenglikni har ikkala tomonni ham 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak bu 1 bo'ladi. N minus y ning kvadrati y minus 2 ning kvadrati bo'ldi. Har ikkala tomondan kvadrat ildiz oladigan bo'lsak mana bu holatga kelib qoladi. Demak 1 n minus y minus 2 ekan. Demak y minus 2 tenglik n minus y bo'ldi. Y tenglik 6 ni olamiz. Demak y tenglik 6 degan javobni oldik. Yaxshi. Demak y nima edi? E'tibor beramiz. Y bu bizaga 230 gradusdagi mana 230 gradusdagi SO2 ni konsentratsiyasi edi. Biz shu yerda yozamiz endi. 230 gradusdagi SO2 ni konsentratsiyasi necha bo'ldi? 6 bo'ldi. Yaxshi. Endi biz shu orqali tezlik konstantasini ham topishimiz mumkin. 230 gradusdagi. Undan oldin kelinglar mana yashilga qo'yib qo'yamiz. 250 gradusdagi demak kislorodning konsentratsiyasini topamiz va shu orqali tezlik konstantasini ham topamiz. Demak mana buni yozamiz endi. Xo'sh, SO2 qo'shilgan kislorod hosil bo'ladi. SO3 240 gradusdagi bizda kelib chiqdi. Mana y minus 2 edi. Y 6 kelib chiqqandan keyin 6 dan 2 ni ayiramiz. 4 bo'ladi. Demak 4 ekan. Kislorodga keladigan bo'lsa, kislorod mana kislorod ham 4 edi. SO3 8 minus y edi. Ya'ni 8 dan ayiramiz 6 ni. 2 qoladi. Shundan so'ng masalaga diqqat qaratamiz. Masalaga aytgan SO2 3 bo'lib qoldi degan mana. Demak SO2 ni dastlab 4 edi, 3 bo'lib qoldi. Demak qanchasi reaksiya kirishgan bo'ladi? 1 reaksiya kirishgan bo'ladi. Kisloroddan 0,5 reaksiya kirishgan bo'ladi. SO3 dan esa 1 hosil bo'lgan bo'ladi. Muvozanat konsentratsiyasi kislorod uchun 4 dan ayiramiz 0,5 ni. 3,5 qoladi mana. Demak kislorodning muvozanat konsentratsiyasi mana bu 3,5 yozamiz endi. E'tibor beringlar, mana 3,5 edi, buni mana bu yerda yozdik mana. Endi 230 gradusni ham mana yashilga qo'yib qo'yamiz. 230 gradus. Buning sababi endi biz 230 gradusdagi va 250 gradusdagi reaksiyani tezliklarini topish orqali tezlik demak harorat koeffitsiyentini topishimiz mumkin ekan. Harorat koeffitsiyenti so'ralgan. Yaxshi. Gamma tenglik haroratlar farqi. Undan oldin tezlik konstantasi 230 gradusdagisini topamiz. 230 gradusda. Demak V1 tenglik K1 SO2 ni kvadrati molyar konsentratsiyasi kislorodning birinchisi edi. Shu orqali hisoblaydigan bo'lsak, tezligi bizda demak 230 gradusda 90 deyilgan. K noma'lum. SO2 ni 230 gradusdagisini demak 6 deb topdik. 6 ning kvadrati. Kislorod esa 5 deb topdik. 5 ning birinchisi bo'ladi. Shu yerdan K1 topamiz. Demak 90 ni 180 ga bo'lamiz. 0,5 ekan. 230 gradusda kelib chiqdi. Endi shuni 250 gradusdagini topamiz. Xuddi shu formulaga qo'yib, ya'ni massalar ta'sir qonuniga qo'yib. 230 gradusdagini 250 gradusdagini topsak, tezligi 63 deyilgan jadvalda. K noma'lum 3 ekan SO2 ni. Konsentratsiyasi kislorodniki esa 3,5 ekan. Bu yerdan topamiz K ni. K 2 ga teng ekan. Shu ikki ma'lumot asosida endi harorat koeffitsiyentini topamiz. Haroratlar farqi 250 va 230 orasidagi farq demak bizada 20 ni beradi. Delta T taqsim 10 edi. Demak gamma ni kvadrati bo'ldi. 2 bo'lingan 0,5. Gamma ni kvadrati tenglik 4. Demak gamma tenglik 2 bo'ladi. Mana masala ishlandi, gamma ham topildi. Qolgan ko'rsatkichlarni topish ham endi muammo emas.
Ya'ni 220 va aytgan 240 gradusdagi reaksiya tezliklarini so'ralgan masalan. Shuni topishimiz mumkin. 220 gradusdagi kislorodni molyar konsentratsiyasi bizga aniq bo'ldi bu yerda mana. Shu orqali K ni demak topib mana bu yerdan demak topishimiz mumkin. Sababi K ni mana bu harorat orqali topamiz va keyin tezlikni hisoblashimiz mumkin. 240 gradusdagi reaksiya tezligi esa bu yerda mana aniq bo'ldi konsentratsiya K ham aniq, shu orqali reaksiya tezligini ham topishimiz mumkin.